Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda juda ham noyob bo'lgan mashina. Akalar, shaharda ham juda ham kam ajralib maza qilib haydab yuraman desanglar, mana shu mashinani tavsiya qilaman. Bugun obzorimizda Porsche Cayenne GTS mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan, probegi 137,408 atmosferli motor bilan jihozlangan. Motori zo'r, korobkasi avtomat korobkasi ham zo'r. Hadavoy 90% zo'r, 10% mayda chudasi bor akalar. Mashinamiz ideal holatda, narxi ham xudo xolisa zo'r. Bitta videoni oxirigacha ko'ramiz. Juda ham chiroyli, agressivniy, qop-qora. Xo'p, oldi faralari takoy restyling faralarda turibdi. O'sha yangicha faralar 4 ta bo'lib yonadi ko'zlari. Xo'p, oldida katta ledari bor. Juda ham chiroyli, noyob. Diska balonni ham holati zo'r. Bu mashina eng full pozitsiyasi, ya'ni luklari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinalarning narxi 40 ming, 45 ming, 50 ming dollargacha hattoki. Sababi narxi yo'q, sostoyaniyasiga qarab baholanadi. Shaharda o'zi 3 ta 4 ta dona bu mashinadan. Orqa rakursini bitta ko'ramiz. Juda ham chiroyli, faralari takoy restyling faralar, to'rtali выхлопной sistemalargacha bor. Buni interyeri gapiradi-da, interyeri bitta ko'ramiz. Vasha maza qildirib yuboradi. Sidenamizda koja bilan, alikantara bilan qoplangan. Ya'ni oldi sidenamizda abagrev ham bor, abduf ham bor. Mashinamizda juda ham funksionalli, ya'ni normal rejim, komfort rejim, sport rejimlari bor, siklon rejimlari bor, udержание polasi bor, tog'da yuradigan rejimlargacha bor, pnevmo podveskasi bor, avto holdi bor, stabilizatsiyani o'chiradigan rejimlar bor, cruise control bor. O'zini monitori bor, klimat kontroli bor, juda ham chiroyli, soati bor va pnevmo podveskalar bor. Mashinamizda polniy karbon bilan qoplangan, rullarimizda, ruchkalarimizda, skoroslarimizda tablolar, 5 tali tablo. Xullas, mashinamiz vobshe chiroyli va bomba. Narxi esa 33,300 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Porsche Cayenne GTS 2013-yil 33,300 dollar.